Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun ham har doimgidek nostandart, noodatiy tarzda bo'lgan podkastimiz, ya'ni gurungimizni boshlaymiz. Bugungi gurungimizning ajoyib mehmoni, aniqrog'i bu kishining Xizmat akademiyasida, ta'lim yo'nalishidagi akademiyasida biz mehmonga keldik va u kishining ismlari Po'latov Iqbol Isroilovich akamiz bo'ladilar. U akamiz ta'lim yo'nalishida Xizmat akademiyasi loyihasining asoschilaridan hisoblanadi. Assalomu alaykum. O'zi bu podkastimizdan birdaniga taklif qilib oldingiz, o'zi kutmagan edik. Shunday. O'zi shunchalik taklifimizda yo'q deb rad etmay kelganlarga katta rahmat. Podkast manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat. Anchadan beri siz bilan masalan tanishganimizga bir 2 yil bo'ldi. Shunaqa. 2 yil bo'lib qoldi. Shu birinchi tanishganimizdan bu loyihangizni va sizdagi o'sha loyihaga, ta'limga bo'lgan sizdagi bir qiziqish, undagi bir ishtiyoq va ko'pchilikka bu narsalarni yetkazib berishga harakat qilishingiz, yonishingizdan men siz bilan suhbatlashib o'zim uyalganman va o'yimdan o'tganki, buni iloji boricha ko'proq odamlar ko'rish kerak va ko'plab insonlar uchun har doimgidan ko'ra muhimroq mavzu va buni ko'pchilikka yetkazishimiz ma'lum bir jihatdan shunga bir kichik xizmat qilganimiz o'zi biz uchun bir xursandchilik bo'ladi. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Endi qarang, Iqbol aka, har bir jarayonda albatta bir boshi bo'ladi. Masalan, siz tadbirkorsiz va mana shu o'zingiz haqingizda, tadbirkorchiligingiz to'g'risida umuman olganda qanday boshlangan va bu qanday jarayonlar bilan boshlangan? Endi ko'pchilik aytishadi va har bir narsani aytamiz. Ko'pchilik masalan noldan boshlaganman deydi yoki bunday bo'lgan deydi yoki bunday boshlaganman deydi va bu faoliyat sizda qanday boshlangan? Shuni bir o'zingiz haqingizda bir qisqacha ma'lumotlar aytsangiz. O'zi bu faoliyat bizda boshda rejada ham bo'lmagan edi. Lekin o'qituvchining oilasida katta bo'lganmiz. Dadam o'qituvchi ta'lim yo'nalishida shu muhitda katta bo'lganmiz. O'zim ham pedagogika o'qiganman. Matematika, informatika yo'nalishida o'qituvchilikka ta'lim olganmiz, lekin boshqa joylarda ishlashga to'g'ri kelgan o'qituvchilikdan. Var aylanib o'rgilib, yana ta'limga qaytdik. Ta'lim endi hali o'z-o'zidan kelib qolinmagan, baribir sabablari bor. Qaysidir joyga kelganda baribir biz ham ta'lim sohasida o'zimiz farzandlar o'qish jarayonida bizni o'ylantirgan savollar paydo bo'lgan. Endi biz ham o'zimizdan ko'ra tajribaliroq shu sohada oldinroqda yurgan insonlar bilan maslahatlashib, shu qadam bosishga jazm qilganmiz-da. Qarang, tadbirkorlik faoliyatlarini necha yoshingizda boshlagansiz? Tadbirkorlik deyarli 30 yosh. Deyarli 30 yoshingizda tadbirkorlik faoliyatini boshlagansiz. Undan oldin davlat ishida ishlagansiz. Shunaqa. Uni boshlab, qarang, o'ziga yarasha masalan tadbirkor bo'lganingizdan keyin moliyaviy holatingiz tiklandi. Masalan, o'zingizning daromadlaringizga ega bo'ldingiz. Yaxshi masalan daromadlar qildingiz. Yana ta'lim sohasiga o'tdingiz keyin. Bu masalan tadbirkorlikni yig'ishtirib o'tmadik. Tadbirkorligimiz hozir ham davom etadi. Faoliyatingiz hozir tadbirkorlik davom etyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, men nimaga bu narsani aytyapman? Masalan, qaysidir joydan bir daromad qilishlar boshlandi. Endi ko'p tadbirkorlikka qaraydigan bo'lsak, masalan, bu yoqdan daromad qilish boshlandimi, keyin kattaroq chiqib turib, yana daromadni ko'proq kengaytirishga nisbatan fokusini yoki e'tiborini yoki asosiy yo'nalishini shunga qaratishadi, e'tiborini. Siz masalan tadbirkorlikda qaysidir yo'nalishlarda o'z ishingizni qo'ydingiz, lekin siz yana bir fokusingizni yaxshi bir bu loyihaga nimaga bu narsani aytyapman? Bu loyihaga yaxshigina energiya sarflayotganingizni ko'ryapman. Ya'ni masalan yaxshi bir e'tibor, yaxshi bir qarash, nafaqat masalan moddiy jihat buyoqda tursa, masalan ko'pchilik o'ylashi mumkin, moddiy jihatini mana shunday bir ta'lim loyihasiga yo'naltirib qo'ysam hammasi yurib ketadi deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida ta'lim bunday emas. Ta'limga umuman boshqacha bir e'tibor, boshqacha bir yondashuv kerak. Ya'ni siz bunga alohida energiya sarflayapsiz. Mana shundagi qarashlarda qanday shakllangan? Endi buni boshlanishi biz
atrofimizdagilarga qo'limizdan kelgancha qaysidir ma'noda yordam berishga harakat qilardik har xil tomondan. Keyin oxiri shu nuqtaga keldikki, biz har qanday qanchalik odamlar moddiy yoki boshqa tomondan yordam qilsak ham baribir vaqtinchalik bo'lar ekan bu narsa. Keyin o'sha bizdan ko'ra tajribaliroq bu sohada hayotda ham kattaroq natija erishgan odamlar maslahat ko'ruvdikki, bular aytishdi, yordamni, ehsonni eng yaxshisi ta'limga yoki hunarga yo'naltirish deyishdi. Ya'ni baliq berish emas, baliq berish emas, qarmoq berish. Shu yo'l samaraliroq bo'ladi deb taklif qilishdi va biz shu yo'lga o'tishga qaror qildik. Zo'r. Bu ya'ni qarang. Hozir men endi davom ettirsamman, sizga aytmoqchi bo'lgan narsam qarang. Demak, tadbirkorlikka uncha kirib o'tirmaymiz, tadbirkorlik faoliyatingizga unchalik kirib o'tirmaymiz. Endi tadbirkorlik yerda ham bir qachondir nimalardir qilganmiz, fikrli natijalar bo'lgan. Tadbirkorlik hozir nima deydi, boshqalarga u tadbirkorlik sohasida maqsad beradigan darajada odam emasman. Yo'q, endi farqi yo'q. Men aytmoqchimanki, boricha. Masalan, men nima demoqchiman? Men bu narsani bermoqchiman, mesajni. Masalan, men ham tadbirkorman, yaxshi daromad qilyapman. Lekin nima qilay ekan deganimda, masalan, siz bilan bir suhbatimizda aytgandingizki, masalan, yaxshi daromad qilganman, yaxshi yurganman, yaxshi yashab buni qildik va keyinchalik tushunganman. Ustozlar yoki menga shu bergan pand nasihatlarini shu eshitib men ko'p narsalarda, ko'p yo'nalishlarda xato qilganligimni tushundim. Keyin men asosiy fokusimni bu yoqqa qaratdim. Asosiy narsani ko'proq shu ta'limga nisbatan qaratishni boshladim. Jamiyatda qanaqasidir jihatdan ozgina bo'lsa ham boshqa tomonga ta'lim jihatidan ularni rivojlantirishga e'tiborimni qaratdim deganingizda men o'sha narsani olib chiqib bersak. Qaysidir nuqtaga kelganingizda baribir hayotingiz ko'rib chiqasiz ekanda, o'zi qayerga qarab ketyapman. Maqsad nima o'zi, nimaga yashayapman? O'shanda keyin o'sha maqsadlar o'zgarar ekanda. Shunday. Zo'r. Qarang, demak, siz tadbirkorlik faoliyatidan yana ta'lim faoliyatiga o'tish jarayoni taxminan 2018-yillarga to'g'ri keladi. 2018-yillarga to'g'ri keladi. Siz masalan mana bu hozir Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridamiz. Mana shu Qo'qon shahrida eng bir nima deydi? Mana halqa deydi. Mana shu halqaning atrofida mana shu mashina yo'l, avtomobil halqa yo'li borki va eng markaz joylaridan ochgansiz bu joyni, ya'ni ta'lim yo'nalishidagi bir joy. Agar bu joyni tadbirkorlik, masalan, do'kon yoki mana shunga o'xshagan bir narsalarga beriladigan bo'lganda, yaxshiroq daromad qilish mumkin edi. Nima deydi? Yaxshiroq daromad, bir yaxshiroq bir yana bir ko'plab bir narsalar qilish mumkin edi. Pul jihatidan, moliyaviy jihatidan aytyapman. Lekin siz moliya emas, balki umumiy bir jamiyatga foydali bo'ladigan ta'limni tanladingiz va buni har doim ham masalan tadbirkor sifatida yoki bir odamlar bu narsani tanlashmaydi. Ya'ni moddiy jihatidan iqtisodiy ta'lim sohasi umuman olganda iqtisodiy o'zini oqlashda anisi juda sekin va ana iqtisodiy shunchaki oqlanmasligi ham mumkin. Moliyaviy jihatidan oqlanmasligi ham mumkin. Ya'ni bu narsaga e'tibor, bunga doimiy tarzda buni nimaga o'xshataman men ta'lim yo'nalishini bu harakatlanayotgan avtomobil va undagi baloni bo'lsa, unda g'ildiragi bo'ladigan bo'lsa, mana shu g'ildiragidan doimiy havo chiqib turadi. Siz uni doimiy tarzda ishirib turmasangiz, ya'ni doimiy tarzda unga havo haydab turmasangiz, u o'tirib qoladi va doimiy e'tibor talab qiladi-da. Mana shunday bir mas'uliyatli bir soha va ha deganda natija shunchaki ko'rinib qolmaydi, ko'rinib qolavermaydi. Shu holatda shunday bir energiya talab qiladigan joyga kirdingiz. Ya'ni boshqa yo'nalishda qilish mumkin bo'lganda ham siz aynan shuni tanladingiz. Bunday turtki sizga aynan qaysi bir burilish nuqtasi sizga turtki bo'ldi? Endi mana hozir aytdik, tadbirkorlik bilan shug'ullanganmiz. Tadbirkorlikda qanchalik yaxshi daromad qilganingiz bilan, boshqa qilgan bilan
qandaydir faqat pul topishni o'zi bilan hayotdan nimadir mazmun topa olmaysiz ekanda. Endi topgan pulingizni o'rnida ishlatish, boshqa qilish boshqa masala, lekin odam baribir mana shu joylarda agar moliyaviy tomon o'ylaganingizni boshqacha yo'l tutish mumkin deyapsiz. Bu qaysidir qaraganda qisqa vaqtda shunaqa. Lekin uni umr davomida qandaydir baholaysiz, bu kattaroq samara olib keladi-da. Qisqa muddatda o'ylasangiz boshqa narsani o'ylaysiz haqiqatda, lekin uni uzoqroq mo'ljallasangiz biz o'ylagandan kattaroq narsa keladi. Oddiy misol, ehson qilgan odam puli kamayishi kerak asli. Mantiqiy o'ylasangiz, moliyaviy tomon, iqtisodiy o'ylaysiz, qanaqa o'ylasangiz ham pul kamayishi kerak. Lekin pul kamaymaydi. Shunday. Bu ham xuddi shunaqada. Bu narsa o'quv markazi ochganimizdan beri tadbirkorligimiz ham rivojlanyapti, kam bo'lgani yo'q. Zo'r, xayrli qilsin. Xo'sh, 2018-yillarda ochdingiz. Birinchi qanday boshlandi? Ya'ni Xizmat akademiyasi va boshlanishida bu ta'limni to'liq bepul qilib ochdingiz, shundaymi? Qanday faoliyat boshladingiz? Mana shu haqida biroz biz ko'p narsani bilmagan ekanmiz. Hayot asli qanaqa ketishini, bu ta'lim sohasi asli qanaqa kirib kelishligini ham bilmaganmiz. Biz o'zimiz tushunchalar bilan ochganmiz. U paytda ijaraga joy olingan. Biz kerak jihozlar olib berib, joy olib berib, hamma sharoitni qilib bera olsak, moddiy texnik bazani ta'minlasak, o'qituvchilar o'zi ishlab ketishaveradi deb o'ylaganmiz. Biz juda shu yerda adashganmiz. O'qituvchilar yaxshi o'ylab bersak, hamma sharoitlar qilib bersak, ish biz o'ylagandan zo'r ketadi. Bag'i o'qituvchilar o'zi olib ketaveradi deb o'ylaganmiz. Shu yerda katta xato, birinchi qilgan katta xatolarimizddan biri shu bo'lgan. Keyin bildikki, bu sohaga kirishdan ham o'zi o'rganish kerak ekan. Qanaqa qilinadi, nima qilinadi, qanaqa boshqariladi, o'qituvchilar bilan qanaqa muomala qilinadi, ota-onalar bilan har bitta xodim, har bitta ota-ona, har bitta o'quvchi bilan alohida ishlash kerakligini keyin yetib biz aqlimiz yetib borgan shu narsaga. Zo'r. Baribir muhimi boshlash deydi-ku. Masalan, boshlaganingizdan keyin ko'p muammolar ko'rinadi. Bu muammolarga sekin-sekin yechim berish orqali odam o'sadi, rivojlanadi. Endi shu o'rinda aytmoqchi bo'lganim, xizmat to'g'risida umumiy bir ma'lumot bersangiz, ya'ni bu ya'ni xizmat deb akademiyasi deb ochilishiga, ya'ni nom qo'yilishiga sabab nima bo'ldi va unda nimalar o'rgatish maqsad qilingan? Shular haqida bir to'liqroq ma'lumot bersangiz. O'zi ochishimizdan asosiy maqsad oddiy o'zimiz farzandlarimiz maktabda o'qishardi. Ular keladi, biz mavzular so'rasak tushunmasdan yetishadi. Endi sekin yetib borsak, baribir mavzularda asosan matematika, fizika, ximiya, biologiyalarda baribir laboratoriya sharoitida o'rgatilmasa, balki tushunmas ekan. Shu tomondan qo'limizdan kelgancha maktab o'quvchilariga yordam berish maqsadida ochilingan o'zi. Maqsad bolalarda yodlashdan fikrlashga o'tkazish bo'lgan. Chunki bu jarayon bolalarni fikrlashga undaydi. Zo'r. Endi laboratoriya xonalar qaysidir maktabda bor, qaysisida yo'q, bori ham ularda yondashuvda o'zingiz bilasiz, qanday yondashishadi, imkon qadar o'quvchilar kirgizilmaydi. Shu sharoitda bolalar nazariy bilim yoki masala yechishib, testga tayyorlanishni o'zi bilan mavzularning mohiyatini yaxshi tushunib yeta olmaydi. Maqsadimiz, asosiy maqsadimiz bolalarda amaliy darslar, laboratoriya sharoitida bolalarga mavzularda tushuntirish bo'lgan. Tushuntirish zo'r. Bolalar o'zi ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan bajargandan keyin u narsani bir eslab qolish mumkin. Formula yodlashga ham hojat qolmaydi-da. O'sha mohiyatini tushunib olsa, formulalarni ham ular o'zi bemalol aqli bilan topa oladi. Mana bu yerda kitob
yozilgan, boya aytganingizdek amaliy ishlar. Boya so'zingiz isbot bunisi nazariysi, bunisi amaliysi. Bu nazariy jihatidan masalan nimaga sabab bo'ladi? Aynan biz bu kitobdan ham foydalandik. Foydalanib kelyapmiz hali ham. Bu esa amaliy loyihalar to'plami ham bor. Mana bu hali alohida loyihalar to'plami haqida ham ma'lumotlar beramiz. Bu siz aytganingizdek, bolalar o'sha shunchaki nazariy so'zlar yoki shunchaki darslardagi ustozlar biror bir narsani aytadi, lekin uni aynan amalda qanday ekanligini his qilishmaganligi sababli ulardagi bolalardagi ta'lim jarayonida qabul qilishi sustroq va nima deydi, bilim olishi kamroq. Endi har bitta mavzuni, har bitta fanni hayotga bog'lasagina qiziqarli bo'ladi. Xuddi shunday. Ta'limda o'zi maqsadi qiziqtirish. Bizning ham maqsadimiz bolalarni shu fanlarga qiziqtirish bo'lgan. Qanaqa qilib qiziqtira olsa bo'ladi degan savol qo'yganimizda o'zimiz shu sohalarga boshqatdan yondashishimizga to'g'ri kelgan. Zo'r. O'sha bor muammodan kelib chiqqan holatda boshqa davlat tajribalarini o'rganganmiz. Bular aynan mana shu mavzularda qanaqa tushuntiryapti bolaga. Biz o'sha maktab standart bir dasturidan ketsa bola yana zerikardi. Boshqacharoq yondashishga harakat qilganmiz. Maqsad bolalarni qiziqtirish. Zo'r. Aynan bu ta'lim yo'nalishini ochgan paytingizda, ya'ni Fizmat akademiyasini ochgan paytingizda sizda masalan boya aytib o'tdingiz xodimlar masalasida. Xodimlarni jalb qilish kerak. Undan tashqari maktablarga borib buni o'ziga yarasha targ'ibot qilish kerak bo'ladi. Mana shunday bir dars o'tish bo'yicha Instagramda sahifalaringiz ham bor. Ajoyib bir tajribalar, dars jarayonlarining tajribalarini ko'rsatasiz. Shu jarayonlar bor. Mana shunda aynan bir keling xodimlar masalasida, masalan qaysidir bir tadbirkor men ham shunday ochsam deb o'ylasa, unda xodimlar masalasiga nimaga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Xodimlar masalasida birinchi navbatda baribir ustozlikni o'zi tanlagan yoki u majbur ishlaydimi, shunisiga qarash kerak ekan mana. Ustozlikni kasb emas, hayot tarzi deb qabul qilgan odam bilan ishlash osonroq bo'lar ekan. Birinchi navbatda shu ustozlik maqomini anglab, shuni mas'uliyatini his qilgan odamlar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. Keyingisi qadriyat ekan. Chunki mana har qanday kashfiyot bo'lmasin, agar u qadriyati noto'g'ri bo'lgan odam qo'lida bo'lsa, insonlar zarariga ishlaydi. Misol atom bo'lmay, xuddi shunday. Agar o'sha narsani ixtiro qilib turgan odam insonlar foydasi uchun deb qilsa boshqa narsa. Energiya olish. Endi uni faqat urish uchun bo'lsa, baribir qadriyatga borib taqalar ekan. Shuning uchun biz birinchi o'rinda mana shu ikkala jihatga qaratishga harakat qildik. Endi bu ham tajriba bo'lib, sekin-sekin shu fikrga keldik. Boshida biz o'ylaganmiz, o'qituvchilar, yaxshi o'qituvchilar ko'p, o'qituvchilarni olib kelsak, bu narsani o'z-o'zidan ular o'zi olib ketishaveradi. Biz sharoit qilib bersak deb o'ylaganmiz, lekin juda katta xato qilgan ekanmiz. Demak, faqat anavi shu o'rinda bir statistikani aytmoqchiman. Yulduz eng zo'rlarni jamoaga to'plash orqali eng yomon komanda bo'lgan ekan, eng yomon jamoa bo'lgan ekan. Ya'ni har bir yulduz o'zlarini boshqa bir yo'nalishdagi bir fikrlashi borki, bir-biriga mos tushmaganligi, bir-biri bilan fikr almashuv jarayonlari to'liq bo'lmaganligi uchun bu jamoa kuchli jamoa hisoblanmagan ekan. Faqat biz zo'rlarni to'plaganimiz bilan kuchli jamoa bo'lib qoladi degani emas. Ya'ni bu yerda albatta ularning o'zaro fikr almashishi, shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchimanki, Google kompaniyasi kuchli jamoalar bilan kuchsiz jamoalar farqi bo'yicha ajoyib statistika o'tkazgan ekanda. Nimaga qachon jamoa kuchli bo'ladi? Qachon ularda bir ish natijasi yuqoriroq bo'ladi? Hamma jamoa zo'r bilimli bo'lganidami yoki o'rtachami? Nimada sabab? deb har xilcha guruhlarda bir 100 dan oshiq guruhlarda to'plab ishlatishgan va ularga masala topshiriqlar berishgan. Shu o'rinda statistikada chiqqanki, men ham kutmagandim. Ya'ni yaxshi bilimlilar to'plangan bo'lsa zo'r bo'ladi deb. Yo'q. Jamoa o'rtasidagi o'zaro ishonch bilan ko'proq muloqot bo'lishi jamoani kuchliroq bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni ishonch va shu orqali ularning ko'proq munosabat bo'lishi ulardagi jamoani kuchliroq
bo'lishiga, ularni samaraliroq ishlashiga sabab bo'lar ekan. Menga ham yangilik bo'ldi. O'shaning uchun Shunday. siz bilan ko'proq suhbatlashib olayman. Nimadir o'rganib, har suhbatlashganimizda nimadir o'rganaman. Rahmat. Shunday masala biz tarixga borib qaraydigan bo'lsak, tarixda ham shunday jamoalar bo'lganki, bular masalan o'ta bilimli emas, masalan bilim jihatidan, lekin bular masalan o'zaro bir-birlariga nisbatan ishonch yuqori bo'lganligi uchun kerak bo'lsa butun katta bir muvaffaqiyatlarga erishgan jamoalar ko'p bo'lgan. Endi tarixini alohida aytib ketishim shart emas. Shunday jamoalar ko'p bo'lgan va biz masalan ko'p musobaqalarda qatnashgan paytimizda ham o'zaro ishonchi bo'lgan, bir-biriga ishonchi yuqori bo'lgan, lekin doimiy tarzda bir-biriga bemalol o'sha munosabatlarni, fikrlarni aniq aytib yetkazadiganlar yaxshiroq muvaffaqiyatga erishgan. Keyinchalik tushunganday bo'ldim men ma'nosini. Va hozirgi kunda ham sekin shu narsalarga kuchliroq e'tibor berish, jamoa o'rtasida ishonch, mana shu ishonch deganda bu bitta kemaga chiqilgan paytda qayerga ketayotganligi va har bir jamoa a'zosiga to'liq fikrlarini yetkazib bera olishi, ya'ni bunday desam nima bo'lar ekan, bunday desam nima bo'lar ekan emas, balki bemalol to'liq fikrlarini yetkazib bera olib, ular bir nima deydi, bir kuch bo'la olishini his qilishi juda katta narsa bo'lar ekan. Zo'r. Xodimlar muammosini biroz ko'rdik. Agar bu bo'yicha fikrlaringiz bo'lsa, yana ayting. Ya'ni xodimlarga yana nimaga e'tibor berish kerak? Hozir yana oldinga orqaroq aytmoqchiman. Bu yerda borishimizdan maqsad aksar o'quv markazlarida biz kuzatganmiz, faqat testga tayyorlash bilan shug'ullanishganda. Demak, o'quv markazlari ko'proq fokusi, ya'ni bozorda endi paytda talab shunga o'xshagan. Masalan, til markazlari, ingliz tili markazlari 2018-yilda ingliz tili o'qitadigan markazlar ko'p bo'lgan. Endi biz bilyapmiz, demak bu sohalarda biz kirishimiz shart emas. Ingliz tili markazlari yetarli, testga tayyorlaydigan yetarli. Jamiyatda shu yerda nima bo'shliq bor, biz o'sha bo'shliqqa kirishga harakatini qilganmiz-da. Bo'shliqni to'ldirishga harakat qilganmiz. O'sha hamma nazariy tomon tayyorlagan bo'lsa, biz amaliy tomonga e'tibor qaratishga harakat qilganmiz. Zo'r. Shu tabiiy fanlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, ximiya, biologiya, matematika, fizikalarga alohida e'tibor bergansizlar. Men darslardan, o'sha Instagramdagi darslarni ko'rganimda ham zo'r. Buni tezda kengaytirish kerak degan fikrni har doim o'ylaganman. Demak, xodimlar masalasini suhbatini qildik. Endi keyingi masalalar, masalan, moliyaviy masalalarga to'xtaladigan bo'lsak, boshlanishni menimcha bu qanday boshlandi? Ta'lim qanchalik siz masalan bolalar jalb qilish uchun sizlar maktablarda yurganligingiz haqida bir aytgandik, bir suhbatda shuni aytgandingiz. Masalan, alohida mashina qilib turib, bolalarga ajoyib qiziqarli dars o'tish uchun maktablarga borgansiz va maktablarda ushbu darslarni bir nechta maktablarda o'tgansiz. Bu qanday jarayon bo'ldi? O'zi bu jarayon hozir ham davom etyapti. O'sha aytganimdek, maktabda shu fanlarda, tabiiy fanlarda, fizika, matematika, ximiya, biologiyalarda o'rgatishda laboratoriyalardan foydalanishmayapti va bolalar bu sohada ancha qiynalyapti tushunishga. Shuning uchun biz endi hozir demak, aksariyat maktablarda, endi hammasi demaymiz, aksariyat foydalanayotganlari bor va aksariyat maktablarda bu narsalardan bir foydalanish masalasi biroz shunaqa muammoroq. Bu muammoni ham menimcha aytib ketganimiz yaxshi bo'ladi. Men bu haqida ham biroz suhbat qildik siz bilan boya va shu o'rinda men murojaat qilgan bo'lardim. Biz ham yoshligimizda shu ta'lim yo'nalishlarida, maktabda fizikada yoki boshqa bir yo'nalishlarda jihozlar bor edi, lekin ular salafanda joylashib, salafanda edi. Bu jihozlar ochilmasdi yoki bo'lmasam bundan foydalanishimizga ruxsat berilmasdi va har safar ehtiyotkorlik va ularni sindirib qo'yishga nisbatan jiddiy qarardi. Keyinchalik tushunib yetdimki, yo'q, bunday emas. Biz bu narsalarni ishlatishimiz kerak. Nimaga ishlatmayapmiz degan savolga keyinchalik tushunganim. Masalan, tekshiruvchilar deydi. Nima deydi tekshiruvchilarda? Bola deyapti.
Ha. Tekshiruvchilar, masalan, komissiyalar deydi. Mana shu komissiyalar kelib turib, nima bo'lyapti deganda biz bularni ko'rsatib berishimiz kerak deb turib, bir mas'ul xodimga topshirilgan bo'ladi. Bu mas'ul xodim boya Orif akam zo'r gap aytdilar. U mas'ul xodim u narsaga javob beraman deb bu narsalar bolalar ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Biz aslida mana shu narsalarni qancha ko'proq ishlatishga yo'l qo'ysak, qancha ko'proq foydalanishga yo'l qo'ysak, ertaga bundan foydalangan yoshlar bundan ko'ra yaxshiroq narsalarni yasaydi. Agar biz bundan qancha hozir bundan foydalanmasak, agar biz doim qo'rqadigan va komissiyani asosiy bizning KPI'miz komissiyani tekshiruvga nisbatan yo'naltiriladigan bo'lsa, bu holatda bizni yangilik qilishga nisbatan bolalardagi ijodkorlikka nisbatan katta to'sqinlik bo'ladi deb o'ylayman va bu narsani alohida taklif sifatida aytgan bo'lardim. Mana shunday yo'l qilaylikki, bu yerda masalan rahbariyat yoki o'sha direktor yoki o'qituvchilar yoki bunday soha vakillari bu olib kelingan qurilmalar, yangi bir narsalardan foydalanayotgan paytda, bolalar foydalanayotgan paytda bu narsalar sinib qolishidan, kuyib qolishidan qo'rqmasinlar. Va natijaga, samaraga ko'proq bolalar mana shu narsa ustida ishlayotganiga e'tibor beraylik. Men bir davlatga borganimda ajoyib bir narsa bor edi, shuni ko'rganim. Kitoblar borasida shu qaysi davlat ekanligini bilmayapman. O'zimizda ham bo'lgan ekan. O'zimizda bir hududga borgan paytimizda men o'sha hududni rahbariyatiga zo'r qoyil deganman. Ya'ni kitoblarga qaragan, agar kitoblarda bolalar yoki mana bunday qiyshayishlarni, biror bir o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, demak bu kutubxona yaxshi ishlamayapti. Samaradorliging yaxshi emas deb aytgan. Ya'ni ilmga bo'lgan bir ilmga haris, ilmga nisbatan talpinayotgan insonligini men o'shanda hurmatim oshgandi, boshqacha qaragandim. Men uchun birinchi nima deydi, ta'lim yo'nalishidagi bir odam kelib turib, mana shunday bir narsalarni aytishi menga bir burilish bo'lgan. Agar bizga qanchalik biz yoshlarga shu narsani yo'q, men bundan foydalaninglar. Agar foydalanmagan bo'lsanglar, agar buni bir joyi bunday foydalanganlik belgilari ko'rinmagan bo'lsa, demak biz isrof qilyapmiz. Biz nima deydi, bekorga sarflayotgan bo'lamiz. Biz ham shu dars o'tamiz, aynan robototexnika bo'yicha dars o'tgan paytimizda bolalar svetodiod degan narsalar bo'ladi. Tajribalar qilishdan qo'rqayotganini ko'ramiz. Nega qo'rqasingiz? Kuydirib qo'yamiz. Yaxshi-ku. Kuydir. Bu yomon emas. Ya'ni xato qilishing yomon emas va bundan ko'proq foydalan. Xatolar o'stiradi. Xatoni qilish ayb emas, xatoni takrorlamaslik kerak. Zo'r. Xatoni takrorlamaslik kerak. Mana shu Margulat Seysinbayev ham aytadiki, ikkita xatoni qilmaslik kerak. Bu siz boya aytganingizdek qayta takrorlanuvchi xatolarni qilish kerak emas va orqaga qaytarib bo'lmaydigan xatolarni qilish kerak emas. Orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shunday xavfli xatolar borki, bu narsalarni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shuni aytmoqchimizki, taklifimiz iloji boricha shu o'qituvchilarga, rahbariyatga aytgan bo'lardiki, asosiy e'tibor mahsulot, narsalarni saqlashda emas. To'g'ri, saqlash kerak. Lekin asosiy e'tibor ko'proq shundan yoshlar, bolalar, qiziqqan bolalar, yongan bolalar ko'proq foydalansin. Mayli sinsin, mayli kuysin, mayli yo'qolsin. Lekin foydalansin. Mana shu muhim deb o'ylaymiz mana shu narsani. Kutubxonada ham xuddi shunaqa siz aytgandek, kutubxonada ehtiyot qilishga harakat qilishadi. Ehtiyot yo'qolib qolsa-chi. Yo'qolmaydi kitob. Kitob baribir kimdir qo'liga borib tushadi, o'quvchining qo'liga borib tushadi. Ya'ni gap borki, o'g'ri kitob o'qimaydi, kitob o'qigan o'g'irlamaydi. Zo'r. Baribir u kitob betda yo'qolgan o'rniga qo'yib qo'yilaveradi. Zo'r. Baribir u kitob musirga ketmaydi. Kimdir qo'liga borib tushadi, u foydalanadi. Zo'r. Mana shu narsa ham juda ham yaxshi, bu ham katta bir muammolarimizdan biri deb o'ylayman. Keyingi bosqichlar bu o'sha siz aytganingizdek yaxshi muammoni yoritdingiz. Undan keyingi yana qanday muammolarni ko'rdingiz ta'lim yo'nalishlarida? Bizda yana asosiy muammolarda shuna bo'lyaptiki, biz o'qituvchilarga shuna sharoit yaratib bersak, bular tajribalar bilan o'tishga tayyor deb o'ylaganmiz.
Ya'ni o'qituvchi sharoitning bo'lishi o'qituvchilarning ishlashi uchun yetarli deb o'ylaganmiz. Biz hisobga olmaganmizki, biz shu maktabda ko'rgan muammo institutlarda ham bo'lganda. Institutlarda ham bor. O'sha o'qituvchilar tayyorlash jarayonida ham studentlar laboratoriyadan foydalanmagan. O'z-o'zidan bular o'rganmagan. Biz o'ylagan institut bitirib keyin oliy ma'lumotli, bunga hozir hamma narsa laboratoriya jihozini olib bersam, bu dars o'taveradi deb o'ylaganman. Lekin qarasak, u tomonimiz ham zaif ekan. O'qituvchilarni laboratoriya dars o'tishda ham o'rgatishga o'tdik. Shu maqsadda ham yozilgan bu kitoblar. O'zi to'xta qanaqasi to'g'ri bo'ladi. Biz maktab dasturlarini ko'rdik. Baribir qanaqadir qoliplar solinganda, qiyinroq tushuntirilgan, laboratoriya darslari ham juda murakkablashtirib yuborilgan. Shuni keyin internetdan, boshqa joylardan izlanib ko'rdik, boshqa adabiyotlar ko'rdik. Qarasak, o'zimiz qo'l ostimizda bor narsalardan tajribalar qilsa bo'lar ekan. Va shuna tajribalarni mana 200 yaqin to'plamini qildik. Yana bitta narsa, biz e'tibor qaratgan narsamiz, fizikani 7-sinf bo'yingacha kutish shart emas ekan. 3-4 yosh bolaga ham fizikani qaysi qonuniyatlarni tushuntirish mumkin ekan. Shu tajribalar orqali. Bola sal fikrlayaptimi, gapni tushunyaptimi, gapira olyaptimi, unga nimadir tushuntirsa bo'ladi. Demak, shu 4 yoshdan hisoblaysa 7-sinf 14 yosh bo'lsa 10 yil vaqt bekor o'tib ketyapti. Fizikani o'rganmayapti bola. Shu 10 yilda ham biz to'ldirishimiz mumkin shu kitoblar orqali, tajribalar orqali, bajarish orqali. Zo'r, amaliy ko'nikmalar ularda o'sha miyada bilimni olish uchun shakllanadi. Ba'zi shakllanib qoladi. Shunday. Zo'r. Xo'p, endi shu o'rinda qarang, ta'limga yana biroz kirsak, ta'limda bilamiz, o'sha ta'limdagi erkinlik deydi yoki tanqidiy fikrlash deydi. Mana shu jarayonga sizni fikrlaringiz qanday? Bizni ham ko'pchilik aytadi, maktab qiling deydi. Maktabda men oyoq qo'lim bog'lanib qoladi deb o'ylayman. Nimaga aytdi, qanaqa standartlarga men standart talabga javob berishga majbur bo'laman. Xohlaganimdaqa dastur bo'yicha dars o'ta olmayman hatto. O'shaning uchun biz akademiya shaklida saqlab qolyapmizki, biz xohlagan dasturimizni o'zimiz tuza olamiz, xohlagan jadval bo'yicha o'ta olamiz. Dars soatini ham haftasiga o'zimiz belgilab olishimiz mumkin-da. Qancha nazariy bo'ladi, qancha amaliy bo'ladi, yoki xohlagan paytda qaytlarga ekskursiya olib chiqish mumkin, sal erkinroq bo'lamiz akademiya holatida. O'shaning uchun ham biz shu holatda qolganmiz. Yaxshi. Qarang, men aytmoqchi bo'lgan narsam, atrofdagi o'quv markazlari haqida aytmoqchiman. Atrofdagi o'quv markazlarida siz o'quv markazingizni farqi juda katta. Ya'ni u yerdagi boyaga aytib o'tganingizdek, u yerdagi o'quv markazlari ko'proq fokusi boshqa narsalarga yo'naltirilgan. Lekin sizda ko'proq, men ko'p xodimlar bilan suhbatlashganimda ham o'zidan nimadir beradigan, manfaat kutadigan emas, ya'ni bolalarga nimadir bilim berishga nisbatan yo'naltirilganda, ko'p KPI yoki bir narsalar moliyaviy holatga emas, balki uni ko'proq yetkazishga nisbatan yo'naltirilganligini ko'ryapmiz. Endi o'qituvchilar, xodimlarda tanlab olishdan shunga e'tibor beramizda, bu yerda biz hammaga shuna maydon yaratganmizki, kimdir nimadir bera olsin. Mayli biz moddiy texnik baza tomonidan qo'llab-quvvatlaylik, sizlar ham nimadir bera olinglar. Faqat beruvchi bo'lsalaring bu yerda ishlab olasizlar degan shart qo'yamizda biz boshida. Lekin daromad o'shaga o'zi mehnatga yarasha daromadi bo'ladi. Mehnatga yarasha daromad bo'ladi. Daromad siz bo'lmaydi, bepul ishlamaydi hech kim. Lekin asosiy maqsadi, fokusda jamiyatga nimadir bera olishga qaratishimiz kerak. Shunday. Agar sen yaxshi ko'rgan ishingda ishlaysan, qachonki senga pul to'lanmaganda ham ishlasang. Xuddi shunday. Mana boshqa o'quv markazlariga gapirdingiz, lekin men birorta boshqa o'quv markaziga konkurent emasman. Raqobatchi emasman, balki ularni biz to'ldiruvchisiz. Ularga misol hatto shuni takliflab beramizki, mana sizlar nazariy o'tasizlar, amaliy kelib bemalol o'tib ketishlaring mumkin. Sharoitlarni qilib beramiz deymiz. Misol maktablarda ham hammasiga borib ulgurmaganimiz
ulgurmaymiz. Ayrim o'qituvchilar xohlasidan kelib, mana yakshanba kunlari bo'sh bo'ladi, yakshanba kuni ochib beramiz, kelib foydalaninglar, takliflar beramiz. Lekin hech kim foydalanmaydi. Ana shu imkoniyatlar bor, lekin undan foydalanmaydi deyapsiz. Va qarangda, boya musobaqa jarayoni bo'ldi. Musobaqa jarayonida ko'yinlar qilibsiz, ko'nlar, ya'ni bu bolalar o'sha dars jarayonida bo'ladimi yoki savol-javob jarayonlarida o'zlariga qanaqadir ular shu pullarni olishadi va auksion orqali ma'lum bir kunda mahsulotlar ular o'sha o'zlarining bilimlari orqali topilgan qaysidir bir valyutalarni orqali ular mahsulot narsalar olishi mumkin. Masalan, bularni boya qiziqishlarini ko'rdim, hammasini ko'zi yonyapti. Mana shu narsani o'qilamiz, harakat qilamiz deb, voy men nimamni qolib ketdi va men buni olaymikan. Ya'ni ulardagi moliyaviy holatni boshqarish, o'sha bir mahsulot menga qanchalik kerak degan savol o'rtaga. Bunda to'g'risini aytaman, bunda juda katta tagida ba'zi ilm bor-da. Bunda faqat bilim olish jarayoni emas, balki bir amaliy jarayon borki, bunda bola juda ko'p narsalarni o'zlashtirishga sabab bo'ladi. Juda ko'p narsalarni o'rganishiga sabab bo'ladi degan bir jarayon deb o'yladim. Bu qanday bu narsaga kelib chiqishi o'zi har bitta o'qituvchimiz bilan biz alohida ishlaymiz, suhbatlar o'tkazamiz va suhbat davomida ulardan talab qo'yamizki, bizga bizni rivojlantira oladigan qanaqa takliflar beringlar deymiz. Nima qilsak darslarimiz samarasi oshadi, nima qilsak bolalar qiziqishi oshadi. Shuna taklif beringlar deb ular qo'ymaymiz. Taklif berolmagan odam bu yerda ishlamaydi. Doim nimadir bizni harakatlantirish kerak. Biz akademiyamiz o'sishi uchun ular o'zi o'sish kerak-da. Xodimlar o'smasa akademiya o'smaydi. Shuna takliflardan bittasi shu bo'lgan. O'sha Asson ustozimiz o'zlarining guruhlarida boshda test qilib o'tkazdilar. Shunaqa taklif berganlar, biz ruxsat berdik. O'sha bolalarda uy vazifasi, darsda qatnashishi, shunga qarab turib, pul birligi tarqatdilar o'zlari. Printerda chiqarib pul birligi tarqatishdi. Shu markazimiz pul birligi bo'ladi deyishdi. Buni qo'llash kerak ekan juda ko'p markazlarga. Keyin bular bolalar qanchadir pul birligiga ega bo'lgandan keyin nima qilamiz dedi. Keyin ustoz o'zlarining yonlaridan bolalar shirinliklar olib kelib, haringni auksion qilib berdilar. O'zlarining pul birligiga sotib oldi bolalar. Bu yerda birinchidan auksionda qanaqa qatnashdi o'rganib, bu ham fikrlashga undaydigan jarayon ekan. Kimlardir aqlliroqlari kutadi, hali o'rtada pul kamaysa arzonroqqa sotib olaman deydi. Kimlardir shoshib qimmatga olib qo'yadi. Bu yerda ham bolalarni fikrlashga undaydigan jarayon ekan. Bizga ma'qul keldi. Keyin shu narsani biz aytdikki, bo'pti, o'sha bolalarga beriladigan narsalarda homiylik biz qilaylik. Bolalarga foydaliroq narsalardan olib beraylik, auksion shularda beringlar dedik. Va bu narsalar hozir dushanba, chorshanba, juma kunlari shahar maktablarga borib laboratoriya darslar o'tamiz. O'sha maktab sinflarida ham shu narsani yo'lga qo'ydik. O'sha biz borib yurgan maktablarga shu auksionlar uyushtirilyapti. Zo'r. Uni biz qanaqa qilyapmiz? Birinchi darsda borganda o'qituvchidan so'raymiz, o'sha jurnal bo'yicha baholarga qarab turib pul birligi tarqatiladi. Kim yaxshi o'qisa, ko'proq pul birligi oladi. Zo'r. Va uni ko'proq narsa olish ehtimoli ko'payadi. Shunga qarab bolalarning darsga qiziqishi ham oshdi. Zo'r. Ko'proq ko'n olishda harakat qiladi, pul birligini ko'proq yig'ib olishga harakat qiladi va undan unumli foydalanishdan o'rganadi. Zo'r. Ro'para kelgan joyda ro'para kelishni ishlatmaydi uni. Moliya bilan munosabatni mustahkamlaydi. Zo'r. Bu juda katta bilim. Moliyaviy bilim ham berilyapti bolalarga, o'yin orqali bo'lyapti. Ham bilim olish. Shu jarayon mana bugun ham o'sha tadbirimizda uyushtirishdi. Menimcha bolalarga ma'qul keldi. Zo'r. Bugun musobaqa bo'ldi va musobaqani har yili 2 marta kuzda bahorda o'tkazamiz. Kuzda bahorda o'tkazasizlar. Bu musobaqaga avvalambor taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kelib juda ko'p o'zimiz uchun yaxshi bir yangiliklar, yaxshiliklar oldik va o'zimizda yoki butun boshqa bir tanishlarimizga, hamkorlarimizga beradigan takliflarda ancha bilimlarni oldik. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Zo'r. Qarang, yana qanday bir yo'llar qildilaringizki, ya'ni shu ta'lim Xizmat akademiyasida yo'llar qildilaringizki,
ko'proq shu bolalarda bilimga nisbatan qiziqishlari yuqoriroq bo'ldi? Biz bildikki, bu sohada biz ancha bilimiz kam ekan. Ta'lim sohasida, ta'lim jarayonini olib borishda. Shuna fikrga keldikki, shu sohada ilg'or bo'lgan, ancha peshqadam bo'lganlar bilan aloqa o'rnatishga harakat qildik. Ana birinchilardan siz bilan tanishdik. Biz ham kelib, misol sizdan ko'p narsa o'rgandik har suhbatda. Ana muhandisda taxallus bilan nima qildik, Muhammad bilan tanishdik. Toshkentda kimyo universitetida ishlashadi. Yana Sirdaryolik bir alkimyogar Shahzodbek borlar. U kishi bilan aloqa o'rnatdik. Mana shu bizga kerak bo'lgan sohalarda yetuk mutaxassislar bilan, taniqlilar bilan aloqa o'rnatishga harakat qildik va ular tajribalarini o'rgandik. Ularni iltimos qilib, taklif qilib, bu yerda o'zimizni ish jarayoni bilan tanishtirdik va ular bizga xolis yordam berishyapti. Zo'r. Men hayron qoldim, o'sha yaxshi niyatda ular ham ko'p ishlar qilishgan, bizga ham xolis shunday yordam berishyapti. Mana hozir oxiriga mana bugungi mana Orif aka astronomni taklif qildik. Namangandan yana bir yigit kelishdi, Boburshoh. Zo'r. Xudo xohlasa mana yana Mohira Baltayev borlar, milliarder o'qituvchi. U kishi bilan ham tanishib nima qildik. U kishi ham bora olmasam ham onlayn nima maslahat bo'lsa, nima yordam bo'lsa, yordam bera olaman deyishyapti. Shu yaxshi natijaga erishgan o'qituvchi ustozlar bilan aloqani o'rnatib, ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Shu narsa bizni ancha o'stirdi. Zo'r, zo'r. O'zi hamma sohada ham o'zingiz qanaqadir natija qiynalib chiqqanda tayyor natijaga erishgan odamlar bilan baribir aloqa o'rnatgan yaxshi ekan. Zo'r. Demak, biror bir loyiha boshlashda kim yaxshiroq qila oladi va o'shalar bilan birga maslahatlashish, so'rash. Ular tajribasidan foydalanib, velosipedni qaytadan ixtiro qilish kerak emas deydi. Zo'r. Qarang, sizdagi fikrlash bu masalan samaradorlikni oshiradigan fikrlashda, masalan, har doim biror bir ishni, masalani boshlayotgan paytingizda o'sha mutaxassislarga murojaat qilish, ishni boshlash va o'sha qaysidir momentlarda muammoga qarab turib mos bo'lgan mutaxassislarga jalb qilish, ilm ahliga nisbatan hurmat, ilm o'ziga nisbatan hurmat, bu sizda ancha suhbat jarayonida shu narsani sezdim sizda va kim o'sha ilmni yaxshi bir hurmat qiladigan bo'lsa, ilm ahlini hurmat qiladigan bo'lsa, zurriyotlaridan ko'p yaxshi olimlar, ulamolar chiqadi deganni ko'p ulug'larimizdan eshitgandik. Alloh xayrli qilsin, yetkazsin. Buni bunaqa fikrlashingizga sizga qachondan buni bilgansiz? Ya'ni bunaqa fikrlash uchun o'zim bilmadim. Qarash uchun qanday ustozlar maslahat berishgan. Ko'p ustozlar bilan bir maslahat ish qilamiz. O'zimiz bilmagan masalalarda yoki qaysi muammoli holatlarda nima qilishni bilmasak, maslahatlarni berishadi. Shu maslahatlarga qarab turib, o'sha har qanday sohani eng zo'rlar bilan aloqa o'rnatishda ham shular maslahat berishgan. Zo'r. Endi bu boshqa jafalarda ham shu bizga asqotyapti. Zo'r. Endi aytmoqchiman, Iqbol aka, yigit kishining muvaffaqiyat omillari nimada deb o'ylaysiz? Endi men kimgadir maslahat bera oladigan darajada emas, lekin o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. O'zimning xulosammi? Xulosam shu ekanki, baribir odam hayotida qaysidir sohalarda bo'lsa ham bir nechta eng zo'r ustozlarni ustoz qilish kerak ekan baribir. Ustoz topish yana bir narsa ekan, ustoz bilan aloqa o'rnatib, uni mehrini qozonish ham bir narsa ekanda. Baribir ustoz shogirdlik darajasiga chiqib olish ham kerak ekan. Shunday. Zo'r. U boshqa daraja. Endi misol tinglovchi bo'lish boshqa, shogird bo'lish boshqa ekan. Shunday. O'shanda o'zlar qaysi sohani tanlashsa ham baribir o'sha sohani eng yetuk ustozlariga shogird tush kerak ekan baribir. Zo'r. Keyingisi har qanday muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaslik kerak ekan. Baribir shu muvaffaqiyatsizliklar qanaqadir odamni o'stirar ekan. Topilar ekan. Keyin ustozi bor odam shunaqa har xil muammolardan yoki qanaqadir sinovlardan qo'rqmay qolar ekan. O'zingiz bilasizda, endi avvalo Alloh bor, baribir ko'p narsani ko'ra bilgan, hayot tajribasi bor odamlar bo'lsa,
siz hech narsadan qo'rqmay qolasiz degan. Zo'r. Zo'r. Endi Fizmat akademiyasi bo'yicha yana qaytamiz. Fizmat akademiyasini 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin siz kelajagini qanday ko'rasiz? Mana hozir Mirqatda bir marta ustozlarimizning kitob muhokamasi bor. Bu yerda kundalik masalalardan ko'rib chiqamiz. Ularga hozir shuni talab qo'yapmanki, mana yaqinda liderlik kitobini tugatdik. Mana shu kitobda. Nimaga bu kitobni bularga o'tdik? Har bitta xodim ham zo'r ergashuvchi, ham zo'r lider bo'lish kerak-da. Har birlaring zo'r lider bo'la olsalaring, har birlaring alohida filial olishlaring mumkin. Biz qandaydir moddiy texnik bazadan yordam berishimiz mumkin, lekin hammasini boshqarishni men o'zim boshqara olmayman. Bular o'zi shu yerda tajriba orttirib, boshqa qilib filiallar ko'paytirsa, biz shunga qarab intilyapmiz. Keyin bizga kelgan ustozlarda biz shuna shart bilan olamizki, doim o'zini ustida ishlab, doim rivojlanish kerak. Va biz unga yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Misol, qaysi soha bo'lsa ham o'zining sohasi bo'yicha yaxshi mutaxassislar bilan bog'lab beramiz, aloqalar o'rnatib beramiz, nima yordam bo'lsa qilib beramiz. Pulli kurslar bo'lsa sotib olib berishimiz mumkin. Treninglarda qatnashtirishga yordam berishimiz mumkin, lekin evaziga bizga qanchadir ishlab berasiz deb shart qo'ymaymiz. Nimaga? Bu yerda o'rgangan narsasini 1 yil, 2 yil ishladimi, boshqa yerga borib shu narsani qo'llasin, ekspert bo'lsin bizdan shu bilim. Zo'r. O'shuning uchun ustozlardan 1 yil, 2 yil ishlagandan keyin boshqa joyda shu narsani qo'llab chiqishini o'zimiz taklif qilamiz. Zo'r. Ustozlarni uzoq yillar ushlab o'tirishni ham biz reja qilmaganmiz. Kelishsin, biz bilan hamkorlik qilib nimadir o'rganishsin, qaysidir darajaga o'sgandan keyin o'zlari mustaqil davom ettirishlarini tarafdorimiz. Qarang, shu vaqtgacha nechta o'quvchilar o'qitlaringiz yoki nechta o'qituvchilar? Hozir agar sir bo'lmasa, hozir bilmadim, lekin 2018 dan beri bo'lgan bo'lsa 200 ta xodim ishlab ketdi. 200 ta xodim taxminan o'rta hisobda ishlab ketdi. O'quvchilar. Yiliga misol 1,5 mingtadan oshibdi. 1200 ta o'quvchi o'qib ketgan. 1200 ta bo'lsa, taxminan o'rta hisobda 7000-8000 plus o'quvchilar. Yo'q, o'sha 8 yilda deyman-da. 8 yilda. 1200 ta o'qib ketdi. Endi bu bizda kelib o'qib turganlar hisobini qilyapman. Mana biz nimaga maktablarga chiqamiz, yana bitta sababi, biz bu yerga sig'dira olsak 100 ta, 150 ta bola sig'dira olamiz. Lekin maktablarga chiqib, hozir kamida 10 mingta bolaga biz ta'sir o'tkaza olyapmiz. Zo'r. Misol 25 mingta o'quvchi bo'lsa, Qo'qonda shuni 10 mingtasi bilan ishlay olyapmiz-da. Zo'r, bu juda zo'r. Maqsad mayli har kun dars o'ta olmasak ham, bitta darsdan ham bola o'rganishga, o'qishga bo'lgan munosabatni o'zgartira olsa bo'ldi. Zo'r. O'rganishni o'rgatish kerak deydi-ku. Zo'r. Mana shu kichik turtki, masalan, kichik turtkilar har doim muhim. Biz unga e'tibor bermaymiz. Men masalan qaysidir bir ustozlarning bir darslariga qatnashganimda ham bitta ularning so'zlari yoki qaysidir misollari yoki qaysidir bir tajriba ko'rsatganlarning o'zi ta'limga bo'lgan, bilimga bo'lgan qiziqishni burib yuboradi-da, o'zgartirib yuboradi. Shu juda muhim. Mana o'zimiz ustozlarni ham eslasak, nimasini eslaymiz? O'sha o'tgan mavzularni eslamaslik kerak, lekin ular o'sha mavzuga, ishiga qanday yondashgani bizda esda qolganda. Zo'r. Men bu shu joyda bitta fikr keldi. Masalan, men matematikada manfiy musbat sonlarni qiynalganman, juda qiynalganman. O'sha repetitorlik kursida ham o'rganayotgan paytimda, ya'ni manfiy bo'lsa musbat bo'lib qoladi-da. Nega unaqa bo'ladi deb qabul qila olmaganman, rosa qiynalganman. O'shanda ustoz zo'r narsa aytdilar. Ya'ni do'stimning do'sti seni do'sting bo'ladi degan. Ya'ni plus bo'ladi. Do'stingning dushmani senga dushman bo'ladi degan. Plus minus bo'ladi. Ana shundan keyin men bu narsani, ya'ni mana shu misol orqali tushunganman. Dushmaning dushmani senga do'st bo'ladi degan. Xuddi mana shu narsa bizni qiynaganda, nazariyani hayotga bog'lab berish bo'lmaganda. O'sha biz har qanday mavzuni hayotga bog'lab bera olsak, bola tushunadi.
Zo'r. Uni hayotda qo'llanishini, qayerda ishlatishni bilish kerak, keyin qiziqadi. Bu kerak emas desa, bu bola qiziqmaydi u narsaga. Nima qilaman men buni deydi. Zo'r. Zo'r. Mana shunday bir hayotga bog'lanish oxirgi paytda bilamiz, shu muhandislik, yana boshqa bir loyihalar, matematika bo'yicha ham ko'p bir loyihalar sekin-sekin rivojlanyapti. Boya bir fikrda ham aytdingizki, mana shunday bir klub bo'lsa, shu to'liq mana shu butun O'zbekistonimizda, nafaqat O'zbekistonimizda, balki boshqa bir hududlarda ham, qo'shni davlatlarda ham qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Shu qo'shib, shu o'sha sohasini fidokorlari bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda bir ta'limda qaysidir bir kimdirda nimadir tajribasi yetishmas, kimdirda bilimi bor, bunga ulashar. Agar bir mana shunday bir klub bo'ladigan bo'lsa, fidokorlar deb nomlanadimi? Yana bilmadim. Ta'lim fidokorlari yoki fan fidokorlarimi? Mana shunday bir ulardagi o'sha bilimlari o'zaro bir-biriga almashinadigan bo'lsa, Bobur Shohim zo'r bir narsani aytdilar. Ya'ni boshqa bir kontentlardan ko'ra mana shu kontentlarni biz ko'proq chiqaradigan bo'lsak, fanga oid, manfaatli bo'lgan bir videolar chiqaradigan bo'lsak, yoshlarimiz ham buni ko'rib ko'proq ko'radi va ilmga bo'lgan rag'bati yanada oshadi deb zo'r aytgandilar. Bu klubda zo'r tomoni, misol men o'zim nimadir qilsam, saviya o'shanga yarasha bo'ladi. Endi siz bilan birga qilsam yana ham oshadi. Endi yana ko'p aqlliroq odamlar qo'shilsa, uni saviyasi, ta'sir doirasi kattaroq bo'ladida. Misol, hamma narsaning o'zini baribir sifati bor-ku, sifatliroq narsa chiqadida. Zo'r. O'sha klublar masalasida aytmoqchimanki, bir vaqtlar masalan o'sha kompyuterlarning ixtiro qilinishimi yoki bo'lmasam o'sha raketa holatlarimi, bular hammasi birinchi klubdan boshlangan ekan. Klub bo'lib turib, bu yerda o'zaro fikr almashilgan, o'zaro bir bor bo'lgan bilimlarni ulashish orqali mana shunday bir biznes ideyalar, yangi g'oyalar paydo bo'lib, katta bir dunyoni o'zgarishiga, turtkiga sabab bo'ladigan katta bir loyihalar chiqishiga sabab bo'lgan ekan. Ko'p mana shu kompaniyalarning tarixini o'qishni natijasida shuni tushunib yetdim. Ya'ni bu klub bu boshlang'ich debochasi hisoblanar ekan. Chunki u klubda manfaatlar shunchaki manfaat bo'lmaydi, moddiy manfaat emas. Bu yerda borini berishga intilish. G'oya bo'ladi. Borini berib intilish, g'oya odamlari mana shunday bir fikrlarini, o'zini olgan bilimlarini shu manfaatlarsiz shunchaki ulashishdan boshlanadi. Shunda ochilar ekan g'oyalar va ochilgan g'oyalardan katta bir yangi bir biznes ideya deymizmi yoki bo'lmasam dunyoni bir ijtimoiy holatini yoki bir boshqa bir holatni o'zgartiradigan yangi fikrlar chiqargan. O'zi bu narsani oldin ham urinish bo'lgan bizda. Qo'qon shahrining o'zida fiziklar klubi, kimyogarlar klubi qilib qilmoqchi bo'lganmiz. Shu narsani nimagadir shahrimizda o'qituvchilar qiziqishmadi. Keyin biz mana bugun taklif olib qoldi. Sal masshtab kattaroq olsak, qanday yig'ilishimiz oson bo'lardi. Keyin sekin uni bo'limlar ko'payadigan bo'lsa, sekin asta-sekinlik bilan yana o'ziga holatiga qarab turib, munosabatiga qarab turib, sekin zo'r. Va shu o'rinda yana bir narsa aytmoqchimanki, bor imkoniyatdan boricha foydalanish, vaqtni cho'zmaslik. Xuddi shunaqa biz ham shuni tarafdorimiz. Kimdir nimagadir erishmoqchi bo'lsa, hali gapni davom etish mumkin. Hammada imkoniyat bo'lar ekan nimagadir. Prosta imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak, imkoniyatni izlab topib foydalanish kerak. Kimdir bo'lsa ham foydalanmaydi-da. Mana shu kitobda ham uyda bor narsalardan foydalanib, zo'r. Laboratoriya ishlar qilish mumkin-da. Juda qimmat narsalar ishlatilmagan bitta ham. Oddiy narsalar, mana shu qutidagi narsa ham 200 ta tajribaga yetadigan narsa bor-da, ozgina narsada. O'sha bor narsadan hali ham tadbirimizda yaxshi fikr bildiringiz, bolalar shundan menimcha ilhomlandi. Shu oddiy qo'lda bor narsani nimadir qila olgan odam katta natijaga erisha oladi bu. Shunday. Ya'ni boricha boridan foydalaning. Ertaga mana shu imkoniyatlar unda ortib boraveradi, u bundan foydalanib boraveradi. Ko'pchilikda nega sen endi men yoshi kattalar bilan, o'sha yigitlar 20 yosh, 25 yoshli bolalar bilan gaplashganimda ham nega sen muvaffaqiyatsizman deb o'zingni hisoblaysan desa, o'sha paytda meni imkoniyatim bo'lmagan degan so'zdan boshlaydi. Men aytaman, agar bunday qarasak, ba'zi tengdoshlarga ham aytaman-da bu narsani. Bunday qarasak, o'sha paytda seni imkoniyating menikidan 10 karra ko'p bo'lgan-ku deb aytaman-da. Nega sen yana vaziyatni ayblayapsan?
Nimaga sen holatni ayblayapsan? Hozir holatda nega bunday qilmayapsan desa, hozir mana bunday imkoniyatim yo'q deyapti. Ya'ni oldin ham mana shu imkoniyatlarni muammo qildi, hozir ham mana shu imkoniyatlari va atrofini ayblash holatlari borki, yangi bir hozirgi holatdagi bor holatda foydalanmaslik bahonasini maqsadi bor odam har qanday sharoitdan foydalanar ekanda. Shunday. Mana ustozlarning matematika ustozi ham videolar tarqaldi. Oddiy sinfda kolani yashigini olib, uni hajmini o'lchashda ko'rsatib beryaptilar-da. Qanaqadir qimmatbaho sinfxona yoki bir elektron doska, unaqa kerakmasligini o'sha odam isbotlab berdi. Zo'r. Yaxshi sifatli ta'lim berish uchun qanaqadir katta sharoit kerak emas ekan. U o'qituvchini ozgina fidoyiligi kerak ekan. Shunday. O'sha o'zining kasbini fidoyisi bo'lsa, balalarga nimadir berishda niyat qilgan bo'lsa, u izlab topar ekan, bor imkoniyatdan foydalanib balalarga yaxshi sifatli bilim bera oladi. Shunday, men sifatli bilim deganingizga baribir tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, masalan, Imom al-Buxoriy bitta ilm uchun bir safari kecha eshitganimda 12,5 kilometr deyapti. Bitta bunday safarlar juda ko'p bo'lgan, lekin bitta olish uchun ilm olish shuncha yurgan. Bu yerda avtomobilda yurish haqida gap ketmayapti. Biz avtomobilda o'zi 1000 kilometr, 2000 kilometr yursak o'zi bo'ladi, davolak deymiz-da masalanda. Hatto samolyotda ham bu charchab qoladigan masofa. Lekin mana shunday biror bir ilmni, bitta ilmni o'rganish uchun bir safari shuncha bo'lgan bo'lsa, unaqa ilmlarni o'rganish uchun hayoti davomida qancha safarda yurishgan. Va o'sha yerdagi holatlarda unaqa bir taqdimot, kompyuterlarda bir hamma narsani saqlash degan narsa yo'q. Lekin shu holatda ham ular juda katta bir bilim, hamma jihatidan bizga bir o'rnak oladigan bir katta bir ilmni meros qoldirib ketishdi-da. Shuni aytmoqchimizki, mana shu hozirgi holatimizdagi eng past nima deydi, imkoniyatlar cheklangan degan imkoniyatimiz ham yuqoriroqda. Ya'ni o'sha davrga nisbatan qaraydigan bo'lsak, demak biz asosiy narsalarni bir moddiy holatga emas, balki boricha o'sha o'qituvchilarni fidoyi bo'lib ta'lim berishiga nisbatan, ya'ni o'qituvchilar o'zidan bir qarash kerak ekanligini. Endi o'qituvchi ham masalan bir tomon ekanda, Abdulhay aka. O'quvchiga ta'sir qiluvchi bir tomon kuchda endi u. O'quvchiga ham ta'sir beradigan ota-ona ham bor. Endi shunaqa ota-onalar bor, o'qib nima qilasan, o'qib olim bo'larmi deydi, har xil yondashadi. O'quvchida o'zi ishtiyoqi, talanti bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hozir ham o'qituvchi ham ota-ona bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Mana shunday bir ota-onalar masalan o'zlari shuni xohlamasligi, balki hayotdagi qanaqadir bir nima deydi, muammolar tufaylimi yoki ularda ham bir yoshliklarida qanaqadir bir ta'limga nisbatan e'tibor juda sust bo'lganligi yoki mana shunday ta'lim orqali natijaga erishib bo'lmaydi degan qanaqadir bir fikrlar bo'lishi mumkin, noto'g'ri fikrlar. Bularga qanday bir yechim berish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, bizda ham uchratganmiz. Bizda ham mana shunday bir holatlar bo'lgan. Ya'ni bu narsa nimaga kerak? Kerak emas. Bu shart emas, o'qimasin yoki mana bunday narsalarni, texnologiyalarni o'rganish unchalik emas. Baribir men bu ishni qiladi yoki men buni qiladi. Men bu narsani o'qimayman. Ya'ni uni qiziqishi bo'yicha yo'naltirmaslik ilm borasida ham. Shunga qanday bir yechim yaxshi deb o'ylaysiz, siz o'zingiz tajribangizdan? Endi mana bugungi tadbir konkursimizni o'tkazishdan asosiy maqsadim ota-onalarni ham qiziqtirish o'zi. Balalarda shu yo'ldan yurib qanaqadir natijaga erishganini ko'rgan boshqa ota-onalar ham sal qiziqarmikin degan maqsad borda o'zi. Mana shu oddiy sharoitdan, oddiy oiladan chiqib, shu ilm yo'lida yurib katta muvaffaqiyatga erishgan balalarni biz ko'rsata olishimiz kerak menimcha. Zo'r. Shunda ota-onalarda ham qanaqadir motivatsiya paydo bo'ladi o'qitishga. Zo'r, qarang, boya moddiy mukofot jihatidan endi kimligini aytib o'tirmaymiz. Birinchi o'rin masalan 500 ming oldi, ikkinchi o'rin 300 ming so'm va uchinchi o'rin 150 ming so'm oldi. Shunda farzand sertifikat bilan pulni olib kelayotdi, pulini olib kel, sertifikatni o'zingga ishlatib ber deb hazil tariqasida aytayapti, lekin
baribir menimcha mana shunday bir kichik bo'lsa ham samarali bo'lgan mana shu ilmi orqali manfaat bera olayotganligini ko'rgan bir jamiyat, nafaqat o'sha ota-onani o'zi, balki uni atrofdagilar mana o'g'lim shunday qilib mana bunday narsa olib keldi yoki o'qish uchun bizni sharoitda 500 ming katta pul. Zo'r. Bu juda zo'r. Masalan, aytmoqchimanki, mana shunday bir narsani farzandi tomonidan olib kelinishi bolalar o'rtasidagi yoki qo'shnilar yoki bir mahalla o'rtasidagi o'zaro bir munosabatlarga o'ylaydi-da ular. Baribir demak, farzandim men ham o'qitishim kerak ekan. Menda nima unaqa kam. Ya'ni men bu ulardagi ilmga bo'lgan targ'ibotning bir boshqacha usuli. Men buni ko'rib juda xursand bo'ldim va buni yanada ko'proq qo'llash kerak ekan degan fikrga keldim. Bu markaz sifatida masalan sizlar qilishlaringiz, alohida bunga masalan e'tibor qaratishlaringiz men xursand bo'ldim. Boshqa markazlarga nisbatan imkoniyatlarimiz katta bas. Endi kishining imkoniyatlari bilan nimadir qilish harakat qilyapmiz biz. Bor holatdan zo'r foydalanish. Chunki yanada nima deydi? Bundan bir necha yil oldin kelganimizdan ko'ra yanada yaxshiroq qilgansizlar. Yanada ko'p narsalar o'zgargan va nima deydi? O'rganadigan joyimiz ko'paygan. Boya siz kutubxonani ham ko'rsatdingiz. Amiriy kutubxonasi. Amiriy kutubxonasi zo'r. Nega aynan Amiriy bo'lgan nomi? O'zi bu kutubxona o'zimiz qurib kitoblarni olib berganmiz. Boshqaruvda Qo'qonda Amiriy kutubxonasi bor, bir necha filiallari bor. Boshqaruvchi shular berganmiz. O'shaning uchun bular yurtgan uchun nomini Amiriy kutubxonasi deb qo'yganmiz. Kutubxonasini ham videolarga oldingiz-a? Kutubxonasini. Ha? Bu yerda kutubxona. Kutubxonada ham ko'rdik, kitoblar, bir-biridan ajoyib kitoblar ko'rib va havas qildim va o'zimizda ham shu mahallamizda, balki har bir mahallasida mana shunday bir o'zini bir kutubxonalari bir ochiladigan bo'lsa, ko'pchilik uchun inshaalloh bir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sizda aytayapman, oladigan, o'rganadigan, ilm yo'lida oladigan jihatlarimiz ko'p va buning uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Yaxshi, mana bu to'plam loyihasini boyaga siz aytib o'tganingizdek, ya'ni uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan narsalar. Endi buni bir kichkina hozir boshlanishi harakat qilib ko'rdik. Boshida biz kitoblarda sovg'a qildik, tarqatdik, lekin
baribir kuzatasiz-ku, qanaqa foydalanyapti. Kitoblardan hamma foydalana olmayapti-da. Endi foydalanuvchilar tepadan olib qo'ysiz. Foydalanuvchilar sonini ko'paytirish uchun balki kerak jihozlarni olib bersak ko'proq odam foydalanarmikin degan maqsadda jihozlarni ham yig'ib berishga qaror qildik. Buni biz oldik. Uyga olib borgan paytimizda buni qizlarimiz bu tezda ochib, buni ishlarini ko'rib, nima ekan, qachon buni boshlaymiz. Men o'zim amallab vaqtlarimni to'g'rilab shu tajribalarni o'tkazaylik deb tajribalar o'tkazdik. Zo'r, bir-biridan ajoyib tajribalar va eng muhimi boya aytib o'tganimiz xavfsiz va bolalar uchun amaliy o'sha fizikalarni, tabiat bir hodisalarini zo'r o'rgatadigan oddiy narsalar bilan tushuntirish mumkin. Zo'r. Keyin bunda yana muhim bo'lgan narsalar, bunda QR kodi bor. To'g'rimi? QR kodi bor va bu QR kodi orqali bemalol mana bu yerda QR kodi bor va mana shu QR kod Telegram kanal orqali gruppasida bemalol mana bu tajribalarda aynan qanday jarayonlar ketganligini va nimalar borligini bemalol ma'lumotlar olishingiz mumkin. Xullas, ko'p narsalar chaynab tayyor qilib qo'yilgan, faqat mazza qilib farzandlar bilan o'tirib yoki bo'lmasa o'quvchilar bilan o'tirib tajriba qilishsa, mazza qilishsa, ilm olishsa bo'ldi. Biz boshida bu narsani hisobini olmadik, lekin hozir shunaqa ko'rinyapti. Ota-onalarda farzand bilan birga vaqt o'tkazgani ham yaxshi vosita bo'ldi bu. Zo'r. Hozir ota-onalar bolalar bilan ko'p vaqt o'tkazishmayapti-da, shu mazmunli o'tkazish uchun ham yaxshi vosita bo'lyapti. Albatta. Bu birga ishlarni bolalar birga ota-ona bilan jarayonni bajarish aynan yoshliklaridek mana shu joylar esda qoladi. Bolalarda o'zimiz ota-onalarga ham o'zi qiziq bo'lyapti bu tajribalar bajarish. Aynan ota-onalar o'zi ham zo'r. Keyin shu ota-onalar bilan ishlash maqsadida o'sha o'zimiz xodimlar tomonidan yozilgan kitoblar. Zo'r. Bolalar bilan qanday munosabat bo'lish kerak? Bu yerda endi oilaviy munosabatlar, asr otalar kitobi o'zimizda ishlashgan Javohir Umarov domla yozishgan. Otalar o'zi qanaqa bo'lish kerak asli? Zo'r. Shu haqida hozir og'riqli masala bo'lyapti. Shunday. Otalar to'plash, ular bilan ishlash ham muammo bo'lyapti. Liderlik kitobi har bir xodimimiz ota-onalarga ham kerak bo'lyapti. Ta'limga tikilgan sarmoya. Zo'r. Muammolarsiz hayot bo'lmaydi. Hammasi o'sha o'zimizda akademiya xodimlari tomonidan yozilgan, o'zimiz nashr qilishga yordam berganmiz bularga. Zo'r. Bu kitoblar ko'proq shu kutubxonalar shakllantirishga yordam berib tarqatganmiz. Qani ilm yo'lida masalan parallel hozir harakat qilinyapti, juda ko'p o'zgarish. Masalan, sizni o'sha ilm yo'lida qilayotgan harakatlaringiz bor va aytyapman, men uyalaman, men nima qilyapman degan savolni o'rtaga qo'yib qolaman. O'zim basda umumiy jamoani qarang-da, masalan, umumiy jamoani turtki berib harakatga undashlik ham bitta katta narsa-da. Ya'ni yaxshilik qilishga dalolat ham yaxshilik deydi-ku, katta yaxshilik. Mana shunday bir albatta sabab. Albatta bir sababchi insonlardansiz. Alloh siylasin sizni. Zo'r. Qarang, Iqbol aka, yana qanday bir fikrlaringiz bor? Yana qanday bir aytilmagan yoki bo'lmasam bir auditoriyaga aytishingiz kerak bo'lgan bir fikrlaringiz borki, qolib ketdi? Menimcha hamma fikrlarni hozir bildirdik. Endi bitta narsani amaldan iltimos qilib qolardim. Baribir ilmsiz najot yo'q deydi-ku. Bari ota-onalarga ham, o'sha bolalarga ham da'vat qilardikki, baribir shu yo'ldan yursak biz nimagadir erisha olamiz. Endi to'g'ri, misol bir xil aytadi, dehqonchilikqa ham o'tiraman, lekin dehqonchilikka ilmiy yondashgan odam boshqacha natijaga erishadi. Samarasi katta bir o'zi shu kunlarda chorvachilik bo'ladi, dehqonchilik bo'ladimi? Shu yo'ldan yurishga majbur bo'lyapti ular ham. Masalan, biologiya, ximiya, fizikalarda, matematikani zo'r bilgan odam hamma sohada zo'r bo'ladi. Biznesmen odam ham baribir boshqacharoq fikrlaydi shu fanlarni o'rganish orqali. Shunday. Maqsad bu fanlarda kim bo'lsa ham o'rganishga tarbiya qilishimizdan maqsad odamlarni fikrlashga undash. Har qanday soha egasi bo'lmasin, medik bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, muhandis bo'ladimi, muammolarni
boshqa yechimlarni boshqalar ko'ra olmagan yechimlarni ko'rishni o'rganishgan. Nostandart yechimlarni topishni o'rganadi. Bu fanlarda o'qigan mavzular esdan chiqishi mumkin, lekin shu o'rganish jarayonida fikrlanish shakllanarkanda baribir. Har qanday kitobni o'qisangiz ham baribir kitobda hamma ma'lumot yodlab qola olmaysiz, lekin kitob sizni baribir ozgina bo'lsa ham o'stiradi-ku fikringizni. Zo'r. Xuddi o'shanday har qanday mana shu fanlarni baribir keyin har qanday jamiyatni, davlatni rivojlantiradigan narsa ixtiro. Ixtiro endi shu fanlar bilan bo'ladi-da. Zo'r. Ertadan keyin iqtisodiy rivojlanishimizga ham katta hissa qo'shgan bo'linadi. Shunday, aynan shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Har safar buni aytaman. Mamlakatlarning tanazzuliga asosiy sabab undagi iqtidor ixtirochilarning isrof bo'lishidir deb o'sha James Robinsonda ustida eshitgandik. Va yana bir narsaki, Xizmat akademiyasida o'qigan bolalar kelajakda qaysi yo'nalishdan tanlashdan qat'iy nazar Xizmat akademiyasida olingan ko'nikmalari ularni boshqa yo'nalishlarda rivojlantirishiga, tezroq egallashiga, ulardan samarali foydalanishiga asos bo'ladigan ko'nikmalar o'rgatadigan markaz deyishimiz mumkin. Xuddi shunday. O'qituvchilarga qanday yondashsa, o'quvchilarimiz ham shunday yondashamizki, biz yillar bizda o'qishini tarafdori emasmiz. 3 oylik kursda o'qiydimi, 6 oylik kursda o'qiydimi, shetdan o'sha o'qishga bo'lgan munosabatda shu narsani zararligini his qilib chiqib ketsa, qayerda o'qisa ham o'sha muvaffaqiyatga erishaveradi. Biz ozgina chuq solib qo'yish maqsadimiz. Mana yillab o'quvchilarni o'qitish maqsad qo'ymaganmiz. Ozgina bizda o'qib ketgan bola ham o'qishga bo'lgan munosabatni o'zgarib ketsa bo'ladi. Mana gurungimiz ham Iqbol aka bilan bo'lgan gurungimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ko'pchilik uchun manfaatli va xayrli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda o'zimiz ham shu mana shu ko'p Iqbol aka bilan soatlab suhbatlashib o'tirishimizga qaramasdan boshqa vaqtlarda, lekin aynan mana shu gurung paytida ham oldin aytilmagan, umuman bir ichdagi, dildagi bir so'zlar, har bir so'zlarning tagida nima deydi, yillar tajribalar yotibdi. Bu ko'pchilik buni eshitishini, tinglashini va bularni tahlil qilib, o'zlari uchun kerakli xulosalarni oladi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'lingizlar. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu gurungimizda kim kuzatayotgan bo'lsa, shu o'rinda biz o'ziga yarasha bir mukofotlarni aytib o'tmoqchimiz. Bularni olish uchun nimalar qilish kerak? Kim eng yaxshi bir izoh qoldiradigan bo'lsa, eng yaxshi izoh qoldirgan 10 kishiga biz bu albatta bu o'sha layklar, undagi bo'lgan muvaffaqiyatlar, qo'llab-quvvatlashlarga qarab va nima deydi, yaxshi izoh deb qabul qilishimizga qarab turib 10 tasini ajratib olamiz va 10 tasiga mana shu kitoblarimizdan beramiz. Ya'ni bitta bu yaxshi ota va ikkinchisi ikkinchi kitobimiz ota-onalik san'ati degan kitoblarimizni manzillarini aytiladigan bo'lsa, shu manzillarga yetkazib beramiz. Va keyingisi mana shu eng yaxshi loyiha, ya'ni mana shu loyihamizga kimda takliflar bo'ladigan bo'lsa, bunda ham 10 ta ajratib olamiz. Mana shu bo'yicha ham ya'ni mana shu loyihalarimizga yana nimalarni qo'shsak bo'ladi degan izohlarni qoldiring va ularni 10 tasini ajratib olamiz. Mana shu 10 tasiga mana shunday to'plamimizni, ya'ni xizmat mana shunday bir to'plamimizni sizlarga yetkazib beramiz. Kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga.